Assalamu alaikum. Aleykümselam ve rahmetullah. Siz yıllardan beri chet elde ta'lim terbiye xizmeti bilen birge mevcut teşkilatlar ve faaliyetçiler bilen hemkarlaşıp tecavüzçü Xitaylara karşı küreş kıvatsız. Ama muşu günlerde vatandakiler her xil kıyın kıstak iliniş, her türlü xarlaşlar bilen depsenli kılınışlar uçuravatırı. Ama biz chet eldekiler bolsak yılda bir çıktım bazı namayişlarını kılış bilen, bazı faaliyetlerini kılış bilen de boğulup can bakış kuyda yaşap ketavatımız. Bizning bundaq begam holiga kelib qolishimizdagi sabab nima? Bu xatarli kuchukdan qanday qutulishimiz kerak? Bu sualla nispeten hammamizningki yurkini ichtirayotgan va yoki bo'lmasa psixikalik jihatda bizga besim kelayotgan ba'zi bir savollar. Oldi bilan buning nisbatan men da'vo va da'voni qanday tushunish kerak degan mushuni texmi oydinlashtirilishi kerak deb o'ylayman. Da'vo qandaqdir ma'lum bir shaklga ega bo'lgan, ma'lum bir sharkat va yoki ma'lum bir narsalar emas. Bu narsani aniq bilishimiz kerak. Shunlashqa ba'zi odamlar ba'zi bir xil shaklda da'vo qilsa, ba'zi odamlar oldiga chiqib turib da'vo qilish mumkin. Ba'zi odamlar hech qanday untinsiz holatda, shavqinsiz holatda parda ostida turib da'vo qilishi mumkin. Shunda bo'lgandan keyin bunga nisbatan qandaqdir bir namoyish nilam da'vo deb qilish yoki bo'lmasa yilda bir necha qitim da'vo qilib qo'ydi deyish orqali bu savolga mundaq kirishib qilishning o'zimi mencha u vaqtida nayta dogma bir bo'lib qoldi deb o'ylayman. Shunlashqa buningda oldi bilan bizning bu da'vo ishlarimizda qarindoshlarimizning, xalqimizning haqiqatan bek fidokor ekanligini maqtashimiz kerak. Bunga nisbatan men shunday qarayman. Chunki Sharq Turkistonda Uyg'urlar yo'q. Nurg'un qozoqlar bor, qirg'izlar bor. Ularningki da'vosini biz o'ddigilib olgandek biz qilyapmiz hozir holatda. Ularning shu yilda bir necha qitim da'vo qilganligini bir namoyishlarga biz bilan qo'shilib chiqadiganligini ko'rmaymiz ba'zi ahvollarda. Bundan boshqa umumyuzlik maqsadini nimasini aytgan vaqtimizda bizga o'xshash to'rt atrofi butunlay qo'rshalgan, o'ng so'l hech qanday yerdan bir yordam manbasi kelmaydigan, Allohdan boshqa hech qanday yordamchisi bo'lmagan bir millatningki umumyuzlik mush ahvoldan qaragan vaqtida bizdan boshqa millatlar bo'lgan bo'lsa edi, da'vo jihatlarda bizdami tuvan bir sapo va tuvan bir saviyada bo'lib qilishi mumkin edi. Shunda bo'lgandan keyin hozirgacha bo'lgan oraliqda bizning qilayotgan ishlarimizda garchi ko'rinarli bir natijalar bo'lmasmi, ammo har bir qarindishimizni da'voga tashabbus qilamiz. Balki de biz bilmagan holatda ular sap oldida xizmat qilgan bo'lsa, balki biz bilmagan holatda sapning keyinida xizmat qilayotgan bo'lishi mumkin. Aytib o'tishga bo'ladi. Texi yaqinqi kunlargacha bo'lgan oraliqda biz Qosimjon muallimning hech qanday soyasini ko'rmaydik. Endi bu kishiningki faqat Facebook ijtimoiy aloqa vositalarida chiniqqa yerini ham chiqarib qo'ydigan, noyab suv ichib yashayotgandek bir kishi ekanligini ham bilib o'tdik. Ammo yaqinda bu muallim noyatda yaxshi bir program bilan shunday qilib Uyg'urning ahvolini yana bir qatim dunyoga anglatgan bo'ldi. Uning oldidami o'zining ismini o'zgartirib turib, Uyg'ur da'vosi uchun bek ko'p ishlarni qilganligini aldık ve ko'rgan bo'ldik. Va uningdan boshqa men timtos holatda xizmat qilayotgan nurg'un qarindoshlarimizning boshqalar tarafidan hech qanday da'vo ishga aralashilmadi deb qaragan ba'zi qarindoshlarimizninki shunda qo'ldan kelishcha parda ostida xizmat qilayotganligidan suyundim. Endi men hamma qarindoshlarni da'voni texmo kuchaytirish uchun tirishqi tashabbus qilish bilan birga mushu qarindoshlarimizninki har bir qilayotgan xizmatini muvaffaqiyatli bo'lishini umid qilaman. Bu yerda da'vo sohasida bizningki undaq yilda bir necha qitim qilib qo'yib to'xtab qolgan va yoki bundaq bir holat garchi shakliy jihatdan shunday bo'lsa-mu, ammo xili jonliq deb o'ylayman. Ammo 2-3 yildan beri 2 yilning oldidagi qaraganda biroz sustlashib qolganligi rost. Hozirgacha bo'lgan oraliqda ba'zi bir ahvolda sal sustlashib qolgandek tuyg'ularmi bor. Ammo lekin bu jihatlarda qarindoshlarimizninki
ama shundaq da'vo ishlarida qurbatini yetishicha aktiv bo'lishini tavsiya qilaman. Nima uchun mushundaq susishib qolganligiga men deb baksam, kishilar zulmga qarta Xitoyning zulmiga. Chunki 2-3 yilning oldida Xitoy zulmni kuchaytgan edi. Kishilar o chaqda jo'shqin, ya'ni tixmu kuchlik holatda qarshi turgan Xitoyga. Hozir Xitoy zulmni azaytgandek, ya'ni zulm qilmayotgandek ko'rin qoldi. Ammo u astrdan nurg'un, uningdan ashaddiy dushmanlikni qilyapti hozir. Shuning qarta, ya'ni kishilar zulm ozla qilgandek his qilib, kishilarningmi, ya'ni xalqimizning aslab qolgandek ko'ringa kelib qoldik endi. Buningdan ortiq bir nim qilay desa, kishilar nim qilarini bilmay qoldi. Ustoz Abduqodir Yapchak akimizning ideyasini har bir kishi o'ziga tikilish kerak edi. Ya'ni vatanni Xitoy zulm qilsin, qilmasin, cho'qim azod qilma. Vatan mening, dushmanim Xitoy. Shuni chiqarib atsam, ashada erkin o'zim yashay olayman, erkin ishlarimni qila olayman degan ideya kelsa, har bir kishi shuning qarta hech qachon suslush qolmasdan, hech qachon o'zgarib qolmasdan bu yo'lda davom qila oladi deb qarayman. Siz qanday qaraysiz? Albatta bu muhim bo'lgan bir omil. İnsonningki sevgi va nafrati nihoyat aniq bo'lishi kerak. Hamda hozirgi holatda Xitoylar hargiz zulmni pasaytib qo'ygani yo'q. Balki biz bu zulmga ko'nganligimiz rost. Biroz ko'ndik. Shunda bo'lgandan keyin bu yerda azroq bir vaziyatni bo'shatgandek bir holat shakllansa, darhol bo'shab ketgandek, ondan keyin yana bir tuqqanlarimizni qo'yib beramiz yoki biz vatan kirib chiqa olamizmi degandek holat. Asta hozircha jim turayli degandek bir vaziyatning shu ahvoli qarta o'zgarayotgandek bir ahvolotlar yo'q emas. Ammo lekin Turkiyaning umumyuzlik ahvolidan aytgan vaqtida bu yerda mush iqtisodiy masala bek oldiga selyapti kishilarni. Shunda bo'lgandan keyin garchi bu yo'lda kuchab bir g'ayrat qilishni o'ylagan bo'lsa-mu, ammo shu iqtisodiy masalaninki intayin ig'ir besimi ostida o'zidan halqiyolmay, oilasidan halqiyolmay, oxirgi hisobda yana ikkinchi bir ish qadam bosolmayotganligi bu bir omil deb qarayman. Ikkinchi birisi nima degan chog'da endi bayon deyilgandek da'vo degan qandaqdir namoyish qilishlar emas. Namoyishga chiqsa da'vo qilgan, chiqmasa qilmagan bo'lmaydi. Bu narsani aniq bilishimiz kerak bu yerda. Har bir kasb egasi o'zining kasbi orqali da'vo qila oladi. Har bir kishi o'zining kasbi orqali da'vo qila oladi. Shunglashqa bu yerda bir navoy Uyg'urning dinini dunyoga tanitish orqali oxirgi hisobda Uyg'ur dini dunyoga tanilsa, mushundoq Uyg'urning zulm chekayotganligini shu dongliq nin orqali tanita olish mumkin. Bir top o'ynayotgan bir bola futbol sohasida layoqatli bir qadamni bosa olgan bo'lsa, bizdami bir dunyoviy futbolchidan birisi chiqsa, paloni futbolchi Uyg'ur degan millatdan, bu zulm chekkan bir millat deganga o'xshash bir ishlarni qila olish mumkin. Shunga o'xshash har qaysi sohadagi kishilar o'zining shu sohasida layoqatli bo'lish uchun yuqori holatda o'zining eng yuqori energiyasini sarf qilsa va uningdan boshqa shu da'voninki faoliyatlariga aktiv qatnashsa, da'voni texnik jonliqlashtira olamiz deb o'ylayman. Shunglashqa har sohadagi kishilar o'zining sohasini taraqqiy qildirish bilan birga aktiv qatnashishni tavsiya qilaman. Yana birga men fikrlashish bilan kishilarda men o da'vo qilib qolsam, vatanlik urug' tuqqanlarim Xitoyning nimasiga, ziyonkashligiga uchrab qolish mumkin degan tuyg'u bor ekan. Bu tuyg'uga kelishi to'g'ri deb qaramsiz, u bu yerda xizmat qilsin, qilmasin, Xitoy zulm qilaverdi u yerda qilg'isi kelsa. Bu yerda da'vo qilsa zulm qilmaydigan, da'vo qilsa zulm qildigan holat, ya'ni ashundoq tushunilishlik hozir
halkımızın bazı bir kısımları. Bunun qarta qandaq Endi bu yerda biz vatandan chiqqili bir necha yillar bo'ldi. Biz vatandagi vaqtimizdami ting'idek ya qamidi, zulm chekiga yetdi deb shundoq vaysigan holatda, ting'idek bir holatimiz qamg'an bir holatda vatandan chiqqan edik. Shundoq kunlar o'tdi, oylar o'tdi, yillar o'tdi. Bugungi kunda biz tasavvur qilolmaydigan bir zulmlar vatanda davom qilayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zi bir zulmlarni biz angladik, ammo ko'midik. Haqiqatan biz bu vaqtimizdagidan nechasi ig'irlashib ketganligi rost. Unda bo'lgandan keyin qarindoshlarimizninki shu vatanniki tuqqanlarini shu chekkan azoblarga nisbatan azroq taraddud qilishni to'g'ri tushunishga bo'ldi deb o'ylayman. Chunki nima degan chog'da har birimizning qalbi go'sh o'g'achqa bu yerda ularning ba'zida shunday o'ylab qilishi nisbatan pek xato ish emas. Ammo lekin qarindoshlarimizning eng muhimi bayamsiz degandek jim tursin yoki harakat qilsin, bu zulmni to'xtamaydiganligini cho'qim bilishi ayrim bir masala. Ammo lekin iliqi manda qilsam tuqqanlarimni akirib manda bo'larmi deb ansirash insonlikda buni mutlaq xato deyishga bo'lmaydi. Ammo lekin eng muhimi ba'zida qarindoshlarimizning o'zining nimadan ansiraydiganligini bilmaydigan aytavur bir ma'lum bir narsadan ashundoq nihoyat bakjiq diqqat qilgan asosda o'zining nimaga sukut qilganligini bilmay yashaydigan bir kishilar bor. Bunday kishilarga istoshlik qilish bilan birga bo'lsa, Allohdan bunday kishilarning qalbini ichib o'tishini tilaymiz. Rahmat. Ammo men bu yani vatanlik urug' tuqqanlarimni men bu yerda da'vo qilib qolsam tixmu ziyonkashlik uchirishi mumkin deb qarg'ini qarta ilmu nurg'un zulm uchirdi vatanlik urug' tuqqanlarimiz. Bizim zulmga uchrab chiqqan. Yana sukut qilsak zulm hargiz tugab qolmaydi. Hargiz tugab qolmaydi. Siz sukut qilsangiz tig'im oyada yoshirin ham maxfiy holatlarda tig'im izishi, tig'im yo'q qo'yitish mumkin. Biz qanchaki bir kun burun tavrisak, o zulmdan bir kun burun qutqizishimiz mumkin xalqimizni deb qarayman hamda. Albatta, bu eng muhim masala. Har qanday vaqtning o'zida qo'limizdan kelishicha, qurbatimizni yetishicha qat'iy to'xtab qolmasdan g'ayrat qilishimiz kerak. Ammo tavrashning o'zi qanday tavrash? Qanday tavrigan chog'da biz nuqtalik holatda zarb beralaymiz degan narsaning xarakterini ayirib turib, uningdan keyin harakat qilish intayin muhim. Masalan deylik, harakatning o'zi qaysilarni o'z ichiga olish kerak? Nima qanday bir harakat qilgan bo'ldi? Bu narsani aniq bilishimiz lozim. Shunga hammanglarda bor bo'lgan bir so'z shuarga aylanib qolmaslik kerak. Uyg'unaylik qarindoshlar, harakat qilaylik. Tamam, shu qanday harakat qilamiz? Nereden nega boramiz? Siz beramiz, mangayli desa, uni qilib bir adam yo'q. Amaliyotda qarindoshlarimiz unda bir yetibag'a yo'q. Ammo shuning xarakterini cho'qim sizib chiqishimiz, shuning qadam bosqichlarini cho'qim bilishimiz, harakat qilishdan bak muhim ahvol. İnşallah Allah Taala yordamchimiz bo'lib, bu ishlarimiz ham xayrli bo'lg'ay. Vatanga bag'il Allah nasib qilg'ay. Shu qarindoshlarimiz bilan uchrashishga nasib qilg'ay. Shu vatanimizda fatih qilg'ay Allohdan yordam tilayman. Xayrli bo'lg'ay ishlarimiz. Amin. Siz bu hareket sizin kallangizdan aydınlamasdak yetib qaldimi hozir? Yani qilgan ish yo'q. Ish qilolmaymiz degandek. Boşlar, başka iş yok. Hazır holatda. Bu muhim bo'lishi kerak. Masalan, harakat meni kallamda aydın bo'lmasa, shuni bir harakatning aydın bir plandan 3 tal deb bering desa, hozir hech kim deb bermaydi. Hech qanday bir narsa. Masalan, qanday harakat? Men agar konkret bir harakat bo'lib qolib, bugun yerani taqib o'tib, mush harakatni keyin bo'lmaydi. Agarda bu shunday bo'lib qolsa, bu yerdagi masala ini qilish kerak. Masala bu yerda nima degan chog'da maymun daraxtga yamishalaydi, beliq so'zalaydi. Endi hamma odamning o'zgarishlik alohidligi bor. Hamma odamni o'xshash bir liniyaga tiqish uchun qanday qilsak harakat bo'ladi. Masalan, biz qurolli harakat qilamiz. Bu imkonsiz, mumkin emas. Kim qiladi, nada qilamiz, qachon qilamiz, nima ish qilamiz? Bu intayin zarur. Masalan, hozir harakat degan odamlarning o'zini
senin şu vatanın qaysi tarafdasiz qo'lni to'g'ri uzatmaydi şeyga. Chunki sharq bilan janubni, shimol bilan g'arbni bundaq bir to'rt tarafdan xaritasini tutmaydigan bir odamlar harakatning gapini bakchiq qildi. O'zini bundaq dunyo xaritasini ochib qo'ysa, aldirganda tas qoldi, vatanning xaritasini topolmagan. Qanday qilamiz bu harakatni? Yugurib qo'ysak harakat bo'lamdi bu yerdagi narsa. Bu bek muhim bo'lgan narsa. Bu harakat degan gapni tushunmaydigan odamlar deydigan gap bu. Her qandaq odam o'z sohasida yuqori bir pallaki yarata olgan vaqtida ana shu harakat bo'ladi. Shunlashqa bu yerda qiyomatning alomatlarining birisi nima deganda, o'z sohasida bo'lmagan kishilarning yana bir sohaga yugurib kirishning o'zi shu qiyomatning alomatlarining biri deyildi. Unda bo'lgandan keyin hammadan o'z sohasining olim bo'lib yetishib chiqqan vaqtida uningdan keyin bu yerda yetarlik bir harakat pishib yetilgan bo'ladi. Masalan, hozirning o'zida o'ngshab biz 3 kun bir uyimizni tashlab mang'anda vaqtimizda uyning faturasining g'imini qilmaydigan bir holat shakllanmasa, bu qanday bir holat bo'ldi? Yahudiylarning davlat qurish tarixi qaraydigan bo'lsak, 1900 yil atrofida davlatidan ayrilib qolgan Yahudiylar dunyoning ham yerida sarson sargardon bo'lib 19 asr ashunda qiynalib yurgan shu Yahudiylar qanday davlat qurdi degan chaqda mushada Mao qadam bosqichlari deyilgan holatning nurg'unlarini besib bo'lgan. Germaniyada nimishqa Yahudiylar qirg'in qilinishga uchirdi. Germaniya iqtisodining nurg'un qismlarini bular qo'lga ola olgan, monopol qila olgan Germanlar mushu Yahudiylarni quliga aylanib qolay degandek bir holat shakllanib qolgan vaqtida anandagi millatchilik o'tirg'i chiqdi, partildi deb qaraldi hozirgacha bu holatda. Demek ki devlet kurgan bir milletine tarihi qaraydigan bo'lsak, pishib yetilgan nurg'un bir qadam bosqichlarni bosgan bo'ladi. Buning uchun bu yerda nima degan vaqtida nurg'un kasb egalari o'tirg'i chiqqan bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin bizda o'ngshab bir sohaning kasb egasini topib qolamiz. Hammalar yo'lda ketibdi, bulab qolgan odamlar bu. Unda bo'lgandan keyin bu ishlarga nisbatan bizde yeterlik derecede her qaysi sohalarning mutaxassislari bo'lgan chaqda, yeterlik iqtisod bo'lgan vaqtida va uningdan boshqa zodi qanday qilsak ma narsalarni joy-joyida tartiblayolamiz deydigan bir holat to'liq bir seximiz sizilgan vaqtida uningdan keyin bo'ladi. Masalan, nurg'un qarindoshlarimiz deydi, askar u bu deb. Nurg'un odamni harakat qildik deydi, harakat emas, rasmga tushirdi, boshqa ish yo'q. Ve formani kiyib rasmga tushib qo'ysa harakat qilgan bo'lamda u. Unda ish yo'q dunyoda. Şunlaşqa bir adamның özünün bir yaşaş liniyasini men necha yaş girdim, men nima ish qilyapman, buningdiki nima ish qilaman deganni bilganda, uningdiki bir güzel harakat oldu. Unda bo'lgandan keyin bir odamning o'zi bir saharliki sahar qopab, uningdan keyin bir chiniqqan bo'lsa, bu harakat qilgan bo'ldi, nihoyat yaxshi. Zodi qanchamiz chiniqimiz hozirgi holatda. Bu bir ayrim bir gap. Bir odamning o'zi bir oyda bir tal kitob o'qigan bo'lsa, veya ki özününki tefekkürünü bir yanılap tuğan bolsa bu bir hareket oludu. Endi men bu hareketinin özünü adli turmuşlaştırıp yetişini xalamayman. Ama lekin ma tükəsimi xalqning ziminiga tükürdigan manda bir davlatning o'zida hech qandaq bir konkret harakat qilib bo'lmaydi. Mana qarab baqayli. Hozirgacha bu orliqda biz vatanni mustaqil qilib bo'lanmidik. Ammo lekin dunyoda o'zini men kuchlik da'vatgan Xitoy 16-17 trilyon mablag'i bo'lgan bir Xitoy, necha milyon askar bo'lgan bir Xitoy bir Tayvan ozod qilinmayapti hozirgacha o'g'irlikda. Bu bir yana ozod qilish degan gap unda oddiy ish emas. Mana Hindistonliklar navaq o ilqi Dalay Lamaga ziminlidan boshlab berib, puldan boshlab berib, oshunda qilib nurg'un yerlarni 50 yillik berib, 50 yilda ozod qilib bo'lmagan keyin yana 50 yillik uzartib, shunda qilgan holatda ham qina tiqashdi. Bu unda olmaydi. Bu yerdagi harekatlam emas, bir cho'qim foydasi bo'lgan bir harakat bo'lsa, u vaqtida unumli bir narsa bo'ldi. Shu unumli harakatning liniyasini sizib chiqish qalaymaqa harakat qilishdan yaxshi demoqchi. Şu hareketni qildirdigan har bir kishida şu bir iddia, bir anga kelgan chaqda men mana ishlarni qilmayman degan chaqda anandikin harakat o'tirdik odamlar cho'q. Hozir kishilarimizda bir shu iddia shakllanmaslikka. Xatarlik bu. Başında bo'lish kerak. Siz hozir vatan uchun xizmat qilyapsiz deb qaraymiz biz sizni. Masalan, ma'rif sohasida siz ma'rif sohasida xizmat qilyapsiz, nihoyat yaxshi ishni qilyapsiz. Hamma kishi o'zining sohasida ashtaq men vatanim uchun bir ish qilmoqchi edim desa cho'qim qila oladi. Siz kuchingiz yetgan bo'yicha shu ishni qilyapsiz. Anvarjon bu ishni qilyapti.
Ustozlarimiz o işlarni qilyotidi. Hozir xalqimiz o'zi bir ideya kelmasdan turib, boshqalardan talab cho'ng narsalarni talab qilyotadi. Sizni ozod qildi deb qaraydi, Anvarjonni ozod qildi deb qaraydi, Ma'rif jamiyatini ozod qildi yoki dunyo Uyg'ur qulluqini ozod qildi deb qaraydi. Shu davlat ozod qilishdan kalla ozod qilish tez. Shunga bo'layotgan narsa bu yerdagisi. Endi yillardan beri necha yilning oldida bizning bir mushundaq da'vo sepiga aktiv qatnashish uchun shundaq bir zaruriyat sababidan biz maktabni taqab qo'yib, bütün o'quvchilarni hamma to'xtatib turib, men 10 kunlab, 20 kunlab İstanbul'dan ayrılıp bir hareket qilgan. Asli men da'vo qilayotgan odam, da'vo qilayotgan yerda o'zimning avo da'vo sepidan tevrab ketganligimni keyin his qildim. Asli haqiqiy da'voning sinfda, do'stning oldida, kishilarning ideyasini aytish oldida bo'lganligini keyin bilib yetdim. Shunlashqa, maktab taqab qo'yib turib da'vo qildik biz deb güldölab, ayarı çögülep jümey. Men aşı dersini ravruz ötsem şu men üçün bir dava iken bu. Okuyduğu adam ravruz okusa o onun için bir dava. Eğer de şunu dava dep niyet kısa. Şunlaşka bu yerdeki nesine her bir adamın kalbide güzel bir kalpte men vatanim üçün, dinim üçün, milletim üçün diyen muşundak yüksek bir nişanlı alayda orunu koyup durup onun dinkin baskan her bir kademlerini bütün gücüyle muşu iş üçün dep atıgan bolsa onun özü bir dava aslında. Şunlaşka hem de bunun da qarindoshlarımızın aldı bilen şu nimeli qilishdan qat'iy nazar vatanni unutib qolmagan asosda har bir qilayotgan ishlarning vatan da'vosi uchun qanchalik foydasi bormish ishimning vatan da'vosiligi uchun qanchalik ziyni bor deganga o'xshash shu o'lchamni qilib turib qilgan vaqtida inshaalloh da'voga foydali ishlar jiqroq yuz beradi deb o'ylayman inshaalloh. Qana man